Ertalab videoni hamma ko'rdi. Zikr mashinasi yonib ketgan, bistri zaryadkada turgan paytda buni yonganini sababini hozir tushunishga harakat qilamiz. Xo'p, akkumulyatorlarning ichida bo'ladigan holatni tekshirib chiqamiz. Bistri zaryadkada mana bu yerda litin ionlarida katodli material turibdi, mana bu yerda anodli material turibdi. Elektromobilni zaryad qilgan paytimizda katoddan litin ionlari chiqib anodga kelib joylashadi. Agar biz medlenniy zaryadka bilan qiladigan bo'lsak zaryadkani, bu ionlar kelib sekin mana bu anod strukturasiga, ya'ni zaryadni qabul qiluvchi materialga kelib joylashadi. Agar bistri zaryadkadan har doim foydalanadigan bo'lsak, mana shu litin ionlari kelib mana bu strukturaga joylasha olmasligi mumkin, balki uni yuzasida mana bunaqa metal qoplama bo'lib qoladi. Bu narsa har doim bo'g'irgandan keyin, ya'ni bittada bo'lib qolmaydi. Bu bir nechta sikllar davomida bo'lishi mumkin. Bo'lgandan keyin bu kattalashib mana bu yerda dendritlarni hosil qiladi. Mana bunaqa ninaga o'xshagan narsalar. Dendritlarning yomon tarafi o'rtada katod bilan anodni ajratib turuvchi separator bor. O'sha separator teshib o'tadi va bu yerda kontaktning nuqtalar hosil bo'lib, shuni hisobiga ichkarida yong'in kelib chiqishi mumkin. Bu mexanizmni juda ham ko'p marta tushuntirganmiz. Divaydi chazor. Chiqib ko'rasanlarmi, minib ko'rasanmi? Ke. Haydashi bilan. Haydashi bilaman, shuncha joydan haydab keldimmi Toshkentdan. Ke chiqlaring. Ke? Elektromobillarda hamma mexanizmlarda bo'lgani kabi akkumulyatorlarda vaqt o'tgan sari ichki strukturalarda buzilish bo'ladi. Ya'ni elektrolitlarda, elektrodlarda, qaysidir qismlarida, misol uchun qarshilikda bo'lib qolishi mumkin. Shu qarshilikning hisobiga litin ionlari katta tok bergan paytimizda yaxshi oqib o'ta olmaydi va bu Joule qonuniga ko'ra bizda issiqlikni generatsiya qiladi. Shu sababdan ham shu issiqlikni agar akkumulyator boshqaruv tizimi effektivniy ishlamasa yoki strukturadan lokalniy isiydimi, totalniy isiydimi, olib chiqib keta olmasa, batareyadan bo'ldi. Batareyada yong'in bo'ladi. Bitta chekada hosil bo'lgan yong'in ves batareyaga tarqab ketadi.